akalar, yaxshimisizlar, suyimsizlar, joninglar sog'mi, umrlizomsizlar bilan bugun bu bilaman akalar, juda ham ko'p odamlar nimaga stream qilmayapsiz aka, nimaga kazino o'yinlarini o'ynamayapsiz deyapti. Xo'p, sizlar bilan bugun biz полностью hamma ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz va kazino va stavkani solishtiramiz akalar. Xo'p, bilasizlar, kazinoda ko'plar randomizer, ya'ni-da o'yinlar randomizer bo'lib ketadi. Bermasligi noma'lum. Siz buni bosasiz, bu slotga borib, buni bosasiz, bu yoriladi, buni bosasiz, buni bu. Xullas, o'yin orasida chegarasi yo'q bu narsa. Ya'ni kazinoda o'yin orasida eski akkaunt bo'lsa, yangi akkaunt bo'lsa, tushunayapsizmi? Xuddi shunaqa narsa akalar, xuddi shunaqa narsa bor kazinoda. Nimaga kazino emasligining sababi yaqindan beri o'ynamayapman. To'g'ri, stavkadan laxatron bordi sotilgan o'yinlarda, lekin finallarda yoki asosiy bahs uchrashuvlarida sotilgan o'yinlar bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar bilan biz hozir bitta narsani ko'rib chiqamiz akalar. Ya'ni men nimaga stavkani tanlaganim haqida. Xo'p, bugun biz kamerani ko'rsatsak ham mana qana. Balansimizda 574 million ko'ryapti, to'g'rimi? Xo'p, buni nimadan yutganimizni ham ko'rsatib beraylik. Angliya Premier Ligasi kubogi Chelsea va City 100 o'yin Manchester Cityga tikdik. Xo'p, nega Manchester Cityga pul tikdim? Ya'ni-da nega bu komandaga, nega bu jamoaga pul tikdim? Chunki Chelsea'ni ko'ryapsizlar, o'zining uylarida Nottingham komandalariga 3-1 yutqizib, hamma yo'q qilganda, shu paytda ham Nottingham yutadi deb pobedasi yopib turib kanalimga tashlab qo'ydim esingizda bo'lsa. Ya'ni Telegram kanalimga. Telegram kanalimga Abu Poker deb yozsangiz chiqadi. Ismim Abu Poker, asl ismim Abdulboz ekan. Tanishganimdan xursandman. Xo'p, ko'rib turishlar mumkin 250 million so'm stavka qo'yilgan va 445 million so'm bo'lib qaytib kelgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni-da bu yana qolgani qayerdan desanglar, dabavka bosganman. Ya'ni 2 koeffitsiyentga chiqqanda o'yin bosganman. Mana bu yerda kuponimizni ham o'tganda, tushunyapsizmi? Ya'ni-da birinchidan kupon uzatib ketyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni-da aniq asoslangan o'yinlar. Tushunyapsizmi? Aniq asoslangan o'yinlarga taxlangan kupon. Ma'no shunda akalar. Ma'no shunda. Ko'plar aytadiki, bunda aniq analiz bo'lmaydi yoki boshqa narsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Futbolda faqat vaqtida o'ynash kerak. Vaqtida kirib turib, vaqtida chiqib ketishni bilish kerak. Ya'ni o'zi o'yinlar bor, sotiladigan, sotilmaydigan o'yinlar bor. Xuddi shu o'yinlarni topib turib, kirib chiqib ketish kerak. Men shu o'yinlarni Telegram kanalimda berib boraman. Hech qanaqa Telegram kanal reklamasi emas akalar. Har hafta YouTube'ga video qo'yaman, ya'ni analiz videolarini qo'yib boraman. U bo'ldi, bu bo'ldi, nima bo'ldi, xullas hammasini qo'yib boraman. Endi sizlar bilan texnik analiz qiladigan bo'lsak, bugun sizlar bilan biz 3 talik kupon qildim mana. 3 tadan 3 ta yakun va birinchidan o'zida bu kuponlar o'tib ketdi. Nimaga bu kuponlardan asos soldim? Ya'ni-da Eintracht Frankfurt bilan Stuttgart o'ynayapti. Germaniya Bundesligasi. Germaniya Bundesliga 8,5 ko'p burchak to'pi. Eintracht bilasizlar, juda ham ko'p gol yo'qlagan komanda. Buni hamma joyda isbotlagan, hamma joyda keltirib bergan. Stuttgart esa ataka qiladigan komanda. Ataka bo'lgandan keyin gol ham bo'ladi albatta. Xo'p, endi qaranglar. Bavariya bilan Köln 1,5 dan ko'p sariq kartochka. Bu nimaga 2 koeffitsient beradi? Bilasizlar, Bavariya juda ham texnik komanda ham deb bo'lmaydi. O'rtacha komanda o'ynashiga bog'liq, lekin Köln bilan o'ynayapti. Köln ham o'ziga yarasha komanda, lekin обязательно sariq kartochka bo'lishi aniq edi. Menimcha ko'proq Kölnni o'zi ikkita sariq kartochka qilib olsa kerak deb o'ylayotgandim. Yo'q, Bavariya ham bir sariq kartochka olib, birinchi taymda bu kuponimiz 2 koeffitsient o'tib ketdi. Va bu yerda Borussia Mönchen bilan Hoffenheim o'ynab, juda ham ko'plar aytibdi, bugun Hoffenheim pobedasiga olib juda ham ko'plar kuyib ketdi, lekin biz bunaqa qilmadik. Birinchi taym 3,5 dan ko'p burchak zarba oldik va g'alaba qozondik. Ya'ni-da bez risk. Mana 1,360 million tiktirdi. Xbet'da o'zi 1,360 million tiktiryapti. Nimaga bilasizlarmi? O'tishini bilyapti-da, bu analizga asoslanganini bilyapti. Yo'q, mana analizga ishlaydigan odam deb o'ylayapti, yo'q kimdir deb o'ylagani uchun 1,360 million tiktiryapti. Shuning uchun har nima bo'lsin deb turib ham mana shu pulni maksimalga tikib ko'rdim. Ishonmasanglar Telegram kanalimga o'tib qaranglar. Xo'p, undan so'ngra akalar, qaranglar, undan so'ngra bu yerda ko'ryapsizlar, sirazi Aston Villa bilan Liverpool. Juda ko'p komandalar, mana juda ko'p adminlar, juda ko'p kanallarning adminlari sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tib ketdik. Liverpool pobeda oldi. Liverpool yutadi, Liverpool yutadi. Voy, akalar, bu futbol. Xo'p, oyoq taydi, bitta to'p 24 ta o'yinchi. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa narsa akalar. Bu yerda nima bo'lganman qaranglar, men yana ishlaganini qaranglar. Liverpool ham bitta gol uradi. Xo'p, mayli, Liverpool ham ko'p sazaylar o'lmasin deb Liverpool bir dona gol uradi va Aston Villani pobedasini olganman. Ya'ni ikkala jamoa gol uradi va Aston Villa pobeda olgan bo'ldi. Akalar, kuponga shuni akalar bu juda ham yaxshi tushunib turibdi. Liverpool singan. Tan olish kerak. Aston Villadaqa uncha komanda o'ynamayapti. Nottingham bilan yutib kelyapti bu komanda. Nottingham qanaqa komandaligini endi hozirgi ham o'zi bilgan biladi. Xo'p, qaranglar, undan so'ngra ham Aston Villaga yana urib qo'yapman. Ko'rib turishlar mumkin. Aston Villani pobedasini o'ziga urib qo'yapman Liverpool bilan, ko'ryapsizlar. Men yana ishlaganini qaranglar. Xo'p, undan so'ng yana mana shunga uryapman 2,5 million so'm. Undan keyin yana mana shunga
Xo'p, undan keyin esa mana ko'rib turishlar mumkin. Yana 3,5 koeffitsiyenti, yana o'tkazyapti 3,250 ming so'm bilan 2,5 dan ko'p gol, 1-7. Ikkala jamoa gol uradi. Rizsov bilan Beshiktash ikkitadan gol olib ketdi va 8 dan ko'p burchak zarba, 12 ta burchak zarba bo'lib ketdi, lekin o'yin 0-0 tugadi. Juda ko'plar mana shuni juda live'da ko'p olgan ekan, lekin uni riskovat qilmaylar dedim. 3,5 koeffitsiyent, 3,250 ming so'm tutganman, 11,498 ming bo'lib qaytib kelyapti. Shunaqa gap akalar. Shunaqa gap. Mana bu yerda bitta qarab qo'yasizlar. Mana bu kuponni o'tgan ekan, mana 4 dan 4 ta yakun, 4,1 koeffitsiyent 8,5 million kelgan, 35 million bo'lib qaytib kelgan. Ikkala jamoa gol uradi. Bu ham nimaga ikkala jamoa gol uradi oldin? Raybalkanni bilasizlar, juda ham qattiq komanda, juda qattiq komanda. Lekin Valensiya ham o'ziga yarasha komanda. Ya'ni ko'plar Valensiyani tabiiyda ham olgan, ko'plar boshqa narsa ham qo'yib olgan. Girona bilan Real Sociedad o'ynayapti. Real Sociedad bitta gol urdi. Ikkala jamoa nimaga gol uradi olmadingiz degan bo'lsanglar, Gironani bilib bo'lmaydigan komanda. Girona bu ob-havo komanda hisoblanadi. Shuning uchun ham bu komandani hech qachon anaqa qilib olmadim. Ya'ni-da golni olgim kelmadi, ikkala jamoa gol uradi. Shuning uchun ham Bezirska va zo'rg'a gol urib oldi. Ashkuni ko'rib o'tirdim. Shuning uchun ham Bezirska va Real Sociedad tikib qo'ydim. Xo'p, endi Real Madrid va Real Avikanni nimaga Realni pobeda olmaysiz degan bo'lsa, bilasizlar, Real juda ham issiq komanda, juda bu ko't komanda bo'lib qolgan, uzr so'kin olganim uchun va birinchidan ham burchak to'pini olib qo'ydim, lekin ko'proq Real burchak to'p qiladi deb o'yladim va Real Avikanni olib qo'ydim. Birinchidan ham 3,5 dan to'p bez risk, ya'ni tiksa bo'laveradigan kuponlar. Ikkinchining 0.05 dan ko'p. Midtjylland bilan Kopenhagen juda ham ko'p gol uradi deyishyapgan o'yinda esa bitta gol oldi va anig'ini topib qo'ydim va 1 koeffitsiyent o'tib ketdi. Shunaqa gap akalar, mana bu yerda polni mana Cityda g'alabasini olganman. Birinchi ham Citydan g'alabasi 2,7 koeffitsiyent berayotdi mana. Xullas shunaqa qilib akalar yamalarni yopdim. Ya'ni polni uchib kelib 574 million so'mga qo'nib qo'ydim. Xo'p, buni sizlar bilan biz birgalikda chiqaramiz. Ya'ni tars valyutamizga birgalikda chiqarib olamiz. 574 million so'm pul ko'ryapsizlar, hammasini birgalikda chiqarib olamiz. Akalar, mana USDT adresimiz, ya'ni-da Elitor.dp copy qilyapman buni. Mana Telegram kanalimni ham maqtab o'tib ketay, chunki bu Telegram kanalda hamma obunachalarimni qo'ylyapti. Mana ko'rib turishlar mumkin. Polniy stavkani tashlab yuryapman. Ay, ko'plar stavkani tashlamaydi ekansan deydigan bo'lsangiz, yo'q. Unaqa narsa bizda yo'q akalar. Polniy stavkani tashlab tikilgan, u o'ylamanglar. Siraz tashlayapti, siraz orqasidan video bilan risovka qilinglar akalar. Davay dalish bosamiz deyilyapti. Kuponimiz o'tib ketyapti akalar. Bu ishonmaysizlar-da, ishonsanglar mana yorib tashlayapmiz akalar, yorib tashlayapmiz. Xo'p, shunaqa qilib mana ko'rib turishlar mumkin, 574 million so'm balansimizda bo'lsa, biz hozir 100 million so'm pul chiqazamiz. Sekin chiqarib olmasak, chunki XBT ham bloklash darajasi xavfi yuqori bo'lishi mumkin. Xo'p, siraz 100 million chiqdi. Siraz orqasidan yana 100 million. 80 million so'm pul qoldirib qo'yaman. Ya'ni sizlar bilan stavka qilishga, Telegram kanalda sizlar bilan birgalikda stavka qilishga pul qoldirib qo'yaman akalar. Xo'p, bu ham chiqdi, 200 million bo'ldi. 200 million bo'ldi. Xo'p, yana 100 million chiqazamiz. Ve 8 ming dollar bo'lar ekan, bu gap yo'q. Maza qo'rasa, masjid joylarga maza qo'rasa akalar, masjid joylarga maza 300 million bo'ldi. 400 million chiqaramizmi buni? Ha? 400 million. Mana 400 million olib qo'yiladi. Ham oxirgi ishimiz. Maza qo'raman masjid joylarga borib qo'yishini imson. Maza qo'raman-da borib. Короче, полностью muvaffaqiyatga yaratdi. Bunaqa gap ekan. Xo'p, ko'rib turishlar mumkin, kassa orqali depozit qilingan va 100 million bu xavf akkauntida o'ynayman. 500 million so'm o'sha pul chiqyapti. Pul chiqqandan обязательно Telegram kanalga screenshot, mana bu yerda pul chiqqan, ko'rib turishlar mumkin, kassadan depozit qilingan 10 ming dollar va bundan keyin 500 million so'm pul chiqaryapti. 74 million 280 ming so'm pul qolyapti. Telegram kanalga o'tinglar akalar.